Assalomu alaykum. Qadrli Usta Sherzod kanalining qadrlanan obunachilari, akalar, ukalar. Bugungi video obzorimiz Samarqand viloyati Urgut tumani Tegana mahallasida qilib bitkazganmiz. Bitta ko'rib baho berib o'tasizlar. Bu tomonimiz 40 santimetrga 20 metrlik kozorok qismimiz. Bu tomonimizga o'zimizni kobra fasonimizni qilib berganmiz. Akalar, bu ishimizga oq va mokriy asfalt tunukalardan foydalanib bitirib berganmiz. Ichkariga bu ayvonimiz akalar 15 metrga 3,5 metrlik ayvonimiz. Bitta ko'rib baho berib o'tasizlar. O'rtalariga kosmoslarni qo'yib, chiroyli qilib bitkazib berganmiz. Bu yerlarimizda, qosh qismlarimizda ayvon ichidan ajratib, to'rtburchakli ko'rib qilib ajratib, kozorok va regellarni qo'yib berganmiz. Bu tomonimizda ham qoshlarimiz va ko'riblarimiz bo'lib bitgan. Bu ayvonimiz 10 metrga 3,5 metrlik ayvonimiz. Bitta ko'rib baho berib o'tasizlar, yoqsa laykni gumburlatib bosib o'tasizlar.